ketadi. Assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? Men bugun Xulkar opamni salonlariga keldim. Aslida men yuzim uchun kelgandim. Ko'plab hamkasblarim yaxshi aktiv bildirganligi uchun men imonni Xulkar opani tanlagandim yuz bo'yicha. Lekin o'rtoqlar, salonga kelib bildimki, bu yerda faqatgina litso bo'yicha, ya'ni protseduralar emas, undan tashqari tirnoq deysizlarmi, manikur, pedikur, hamma narsa bor ekan, kiprik ham bor, hattoki kipriklar bor, juda ham yaxshi master ekan. Undan tashqari vizajist bor, kolorist bor. Bu yerga kelsanglar, Xulkar opani salonlariga kelsanglar, hamma turdagi protseduralar bor. Bir kun bo'sh vaqtinglarni ajratib kelsanglar, o'zingizga bemalol uhod qilib ketishinglar mumkin. Massajlar ham bor. Massaj, korreksiya figuri. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir bu salonda barcha uslugalarga 50%